Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun o'rinsiz g'am andisha va uningdan g'olib kelish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada o'rinsiz g'am andishiningki qandoq bo'ladiganligi, uning qandoq kelib chiqadiganligi va uningdan g'olib kelish uchun bizning nimalarga diqqat qilishimiz kerak to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatı bolsun. Oldin o'ylanish insonlarning kelgusida yuz berish ehtimoli bo'lgan har xil hodisalarni oldin mo'ljallash uchun ko'rsatgan tirishchanligi bo'lib, u insonlarning agri to'qay yo'llarini oz besib, unumli mashg'ulot ilib berishning asosidir. U bizning nishonimizga yetishimizga yordam berdi. Andisha qilish kelgusini oldin o'ylashning bir xil shakli bo'lib, agar biz kelgusida yuz berish ehtimoli bo'lgan yomon oqibatlarni o'ylab, uningga taqobil turishning unumli chorasini topolmasak yoki uning salbiy ta'siridan g'olib kelolmasak, amaliy harakatga o'tmay faqat andish qilishni davom qilsak, u chaqda u oldin o'ylash asli qimmatini yo'qotib, o'rinsiz g'am andishiga aylanadi. O'rinsiz g'am andisha bir xil salbiy oqibat bilan to'lib toshgan va kontrol qilg'ili bo'lmaydigan xiyol va tasavvur bo'lib, u natijasi aniq bo'lmagan, ammo bir yoki bir necha salbiy oqibatning yuz berish ehtimolini o'z ichiga olgan ba'zi masalalarni hal qilishga urinish jarayonida paydo bo'ladi. Haddidan ziyoda kontrolsiz g'am andisha odatdagi benormal tashvishlanish yoki tashvishlanish kasalining asosli kasallik alomati bo'lib, u qo'rqinchi bilan zich bog'langan. Ya'ni g'am andishi ig'irlashgan sari qo'rqinchi ig'irlashidi. Qo'rqinchi ig'irlashgan sari g'am andisha ig'irlashidi. Natijada inson kontrolsiz andisha qiladigan va undan qutula olmaydigan holga tushib qilishi mumkin. Undaqda bu andisha qilish bilan tashvishlanish kasalining orasida qanday farq bor degan vaqtida, birinchidan andisha ko'pincha ahvolda ma'lum konkret ish yoki ahvol bilan munosabatli bo'lgan bo'lsa, tashvishlanish kasali texnik keng doiralik bo'lib, ba'zida insonlar sababsiz tashvishlanadigan ahvol kelib chiqadi. İkincisi, andisha ig'izda ifodalanadi, ammo tashvishlanish insonning o'y, fikri va ruhiy tasavvurida ifodalanadi. Uchinchisi, andisha masalani hal qilishga turtki bo'ladi, ammo tashvishlanish masalani hal qilishga turtki bo'lmaydi. Aksincha, u texmi ko'p ruhiy besim paydo qilishi mumkin. To'rtinchisi, andisha yenik darajadagi ruhiy azobni paydo qilsa, tashvishlanish ig'ir darajada ruhiy azobni paydo qiladi. Beshinchisi, andisha tashvishlanishga nisbatan texmi real masalalardan kelib chiqqan bo'ladi. Oltinchisi, andishini kontrol qilish mumkin, ammo tashvishlanishni kontrol qilish qiyin. Yettinchisi, andisha vaqtliq bo'ladi, ammo tashvishlanish uzunga so'ziladi, uzluksiz davom qiladi. Sakkizinchisi, andisha bizning kasbiy va shaxsiy iqtidorimizga ko'p ta'sir ko'rsatmaydi, ammo tashvishlanish uningga ig'ir ta'sir ko'rsatadi. To'qqizinchisi, tashvishlanish normal bo'lmagan psixologiyalik holat bo'lib, u bir ruhiy kasallik
hisoblanadi. Amundaqda bu o'rinsiz g'am andishiningki bizning ro'yi kayfiyatimizga ilib kelgan salbiy ta'sirlari va oqibatlar nimalardan iborat degan vaqtida agar andisha duch kelish ehtimoli bo'lgan, yuz berish ehtimoli bo'lgan krizisni hal qilish rolini o'tayolmasa yoki bizning unga qarshi harakat qilishimizga turtki bo'lolmasa, u chaqda u o'rinsiz g'am andishiga aylanib tövəndəki oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Birinchi, ro'yi jihatda zarur bo'lmagan bisim, stress yaratishi mumkin. Ikkinchisi, yuz berish ehtimoli bo'lgan krizisni hal qilishga hech qanday foydasi bo'lmasligi mumkin. Uchinchisi, tashvishlanish kasaliga taraqqiy qilishi mumkin. To'rtinchisi, uxlayolmaslik yoki uyqusizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Beşincisi, sebepsiz paydo bo'ladigan qo'rqinch tuyg'usini ig'irlashtirishi mumkin. Oltinchisi, atrofda yuz bergan ba'zi hodisa va voqealarga nisbatan sezgurligi eshib ketishi mumkin. Yettinchisi, diqqatini yig'olmasligi, xizmat va o'rganish unumi to'lab ketishi mumkin. Sakkizinchisi, kayfiyati oson o'zgaradigan, oson tuyg'unadigan bo'lib qilishi mumkin. To'qqizinchisi, mashina haydaganda yo'lnishni oson yo'qotib qo'yishi va oson qatnash voqeasi yuz berishi mumkin. Mana bular o'rinsiz g'am andishiningki bizning ro'yi kayfiyatimizga ilib kelgan salbiy ta'sirlari va oqibatlari. Undaqda bu o'rinsiz g'am andishi ustidan qandoq g'olib kelalaymiz yoki biz qandoq qilgan vaqtida, nimalarga diqqat qilgan vaqtida bu o'rinsiz g'am andishidan qutula olamiz degan vaqtida birinchisi mushu biz yashayotgan yoki bizga munosabatli bo'lgan vaziyatni to'g'ri analiz qilish va yuz berish ehtimoli bo'lgan krizisga qarshi tadbir ilish. Hareketga o'tish. Bu o'rinsiz g'am andishni tugutishda nihoyatda muhim bir qadam bosqich. Ikkinchisi, cho'nqur nafas olish va o'zni orsal tutishga tirishish. Uchinchisi, o'rinsiz g'am andishning ahamiyatsiz ekanligini, uning bizga va biz duch kelish ehtimoli bo'lgan vaziyatni o'zgartirishga hech qanday foydasi bo'lmaydiganligini tunib yetishimiz kerak. To'rtinchisi, o'zni dangsab beqish va o'ziga ko'nishni o'rganish kerak. Ya'ni bizningki o'zimizning qanchalik iqtidorimiz yoki qobiliyatimiz yoki kuchimiz borligini, nimalarni qila oladigan, nimalarni qila olmaydiganligimiz to'g'risida o'zimizni dangsab beqish va o'zimizga keladigan ziyonni eng tuvan darajada tuvallatish uchun o'zimizga ko'nishni o'rganishimiz kerak. Beshinchisi, qo'rqinchini ya'ni bizda bo'lgan qo'rqinch tuyg'umizni yaqin do'st, birodarlarga va oiladagilar bilan o'rtoqlashish orqali qo'rqinchi sababidan kelib chiqqan jiddiylashishni tuvaltishga tirishishimiz kerak. Oltinchisi, erishgan narsaga qanoat qilish, ya'ni Xudoga shukr qilishni bilishimiz kerak. Shunday qilgan vaqtida biz ko'nglimizga ba'zi tasallilarni topa olishimiz mumkin. Yettinchisi, vaqtida uxlash, turmushni ritmga selish bu biz duch kelgan stress, shu o'rinsiz g'am andishini azaytishda nihoyatda muhim. Sakkizinchisi, diqqatni qila olmaydigan ishga emas, balki nima qila oladiganlarga yig'ish. Ya'ni bu masalani o'ylagan vaqtida salbiy tarafdan emas, pozitiv tarafdan o'ylash. Qila olmaydiganni emas, avval qila olganni o'ylash va qila oladigan ishlar uchun harakat qilish orqali bu duch kelish ehtimoli bo'lgan ziyonni eng tuvanga tushirish. To'qqizinchisi, badan chiniqish va ko'ngil ichishga
ko'ngil ichish faoliyatlariga aktiv qatnashish. Bumu bizningki mush g'am andishini tövaltishga yoki stressni, jiddiylikni tövaltishga ko'p foydali. 10-si zo'r bo'lgan vaqtida kasbiy xodimlar yoki psixika doktorlarga ko'rinib, ularning yordamiga erishish kerak. Biz bular orqali mushu o'zimizningki g'am andishiga petib ketishimizdan belgilik darajada qutula olishimiz yoki uning ustidan g'olib kela olishimiz mumkin. Bugungi bu o'rinsiz g'am andisha va uningdan g'olib kelish to'g'risidagi qisqacha leksiyani mishat oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning ishlarini oson qilsin, g'am andishidan xoli qilsin. Ko'rishishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.